Chiroyli urg'ochi variantlaridan birinchi partiyamizga chiqadi akalar. Yaxshi qo'chqoringiz bo'lsa, qo'shib bolasini olaman degan obunachilarimiz bo'lsa, mana shu qo'ylarimizni tavsiya qilamiz. Soni 23 dona, yosh oyligi 6 aytamiz. Bitta labam, yakkalab ham sotiladi, hurmatli obunachilar. Buni hammasini sotamiz deb turib olmaymiz. Bitta olgan obunachilarimizga ham xudo xolisa sotamiz mana. Yosh oyliklarni aytdik, hurmatli obunachilar, bugungi videoni o'tkazmasdan e'tibor bilan albatta oxirigacha ko'rib turing. Bugun ikki partiya zo'r qo'ylarni sizlarga arzon narxda qo'yib beramiz. Shu oy narx ancha tushdi akalar. Shu oy qo'y oladigan odam qo'y olinglar. Nimaga desangiz, narigi oydan qo'ylar ko'tarilib ketadi. Shu oy rasa qo'ylar narxi tushyapti, hurmatli obunachilar. Mana shu oyda olishingizni tavsiya qilaman. Bugun ikki partiya qo'y qo'yamiz. Bugungi qo'ylarimizni ham arzon narxda qo'yib beramiz. Qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib, kanalga obuna bo'lib tursalaring, mamlaqa yarichga qo'z sololar narxini qulay qilib qo'yib beramiz. Oxirigacha videoni e'tibor bilan oxirigacha ko'rib turing. Bugungi ikki partiya siz izlagan, siz xohlagan turda qo'ylar chiqadi. E'tibor bilan ko'rib turinglar. Hammaga assalomu alaykum. Qo'y bozor kanalimizning ashaddiy obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, qo'y qo'zi qo'chqor ishqibozlari va mana bunday toza yarichka sovliq ishqibozlari. Akalar, bugungi video syomkani e'tibor bilan albatta oxirigacha ko'rib turing. Bugungi mamlaqa go'zal variantidan ikki partiya chiqadi akalar. Ulgurdi. Narxi o'ta qulay bo'ladi. Oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib turinglar. Xudo xolos sizlar uchun ikki partiya qo'yda arzonidan chiqarib beramiz. Biz video syomkalarimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'i, o'sha arzonchi o'ptomchilar yig'ilgan qishloq, Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Hafta kuniga chorshanba 2026-yil 22-iyul. Boshlangan kunlaring fayzli bo'lsin, barakatli bo'lsin deb video syomkamizni boshladik. Videoda, so'zda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz, hurmatli obunachilar. Birinchi partiyamizga akalar mamlaqa go'zalidan olib ko'paytiraman. Men urg'ochisini olardim, urg'ochi kerak edi deb YouTube'da qidirib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, shunaqa urg'ochi variantlaridan. Shunaqa chiroyli urg'ochi variantlaridan birinchi partiyamizga chiqadi akalar. Yaxshi qo'chqoringiz bo'lsa, qo'shib bolasini olaman degan obunachilarimiz bo'lsa, mana shu qo'ylarimizni tavsiya qilamiz. Soni 23 dona, yosh oyligi 6-7 oylik atrofida, bo'y baslari 70 plus minusga o'rasida, hurmatli obunachilar. Aksariyati 70 plusda, bitta yarimta minusi ham bo'lishi mumkin, hurmatli obunachilar. Bularni yeb ichishini ko'rdik, yeb ichishda umuman muammosi yo'q. Asa suyakchan, oyoqli, maza qilib boqadigan yarichka o'z sololar, hurmatli obunachilar. Mana tavsiya qilaman, yaxshi zot olib ko'paytiraman, qo'l bola qilib o'zim tarbiyalab, yaxshisidan olib ko'paytiraman, chorvamni kengaytiraman deganlar bo'lsa, tavsiya qilamiz mana, hurmatli obunachilar mana. Mana qaranglar, mashalloh. Havas qilgan aka-ukalarimiz like bosib qo'ying. Like bosgan aka-ukalarimiz xonadonida ham shunaqa yarichkasidan 100 ta 150 talab boqishlik inshaalloh nasib qilsin aka. Qo'rangiz qo'yga to'lsin. Like bosing, yaxshi niyat qilib, chiroyli kommentariyada yozib turing, xudo xolasa. Mana shu sololar narxini sizlarga qulay qilib, hamyonbop qilib qo'yib beriladi, hurmatli obunachilar mana. Like'larni bosinglar, qo'llab-quvvatlab, chiroyli kommentda yozib turinglar. Xudo xolasa bular yosh oyligini aytdik, hurmatli obunachilar. Bitta yurishlarini ham ko'ringlar. Hammasi chiroyli, birta singan chiqqan, axsagani yo'q, mazaga boqadigan yarichka sari suruvlaridan, hurmatli obunachilar mana. Tavsiya qilaman. Tepasiga kelib ko'raman degan obunachilarimiz bo'lsa ham tepasiga kelib ko'ringlar. Xudo xolasa qo'zlar yoqadi akalar. Bitta lokasiyani tashlab beriladi. Tepasiga kelib ko'raman deganlar ham bemalol kelib ko'rsalaring, qo'ylar yoqadi, hurmatli obunachilar. Aybi orora yem yemagan, dalavaji ozgina yemini berib, kepaklarni berib o'zim boqaman, yaxshilab ko'paytirib olib yuraman, uzoq vaqt bolasini olib yuraman degan obunachilarimiz bo'lsa, mana shu sololarni tavsiya qilaman, hurmatli obunachilar. Bir qator yurishlarini ko'ringlar mana. Hammasi sog'lom, kallalarini ko'tarib, hammasi tetik holatda turib, yeb ichishdan umuman muammosi yo'q. Aka, 1000 arzon olganingiz bilan bu qo'y yemasa bir tiyin. Dangaliga. Yesa, ichsa keyin qo'y bo'ladi. Ungacha qo'y bo'lmaydi, hurmatli obunachilar mana. Xudo xolasa ishonchli joyidan olaman, yaxshisini olib ko'paytiraman deganlarga mana shu qo'ylarimizni tavsiya qilamiz mana, hurmatli obunachilar. Dalavaji, yem ko'rmagan, yemini berib o'zingiz chiroyli qilib tarbiyalab, qo'chqorni yaxshisi bo'lsa 2 oydan keyin qo'shib qo'ysangiz, xudo xolasa Qo'chqorda yaxshisi bo'lsa 2 oy yaxshilab boqib, chiroyli tarbiyalab, bunga qo'chqoringizni zo'radan bir 2 ta 3 ta qo'shib qo'ying. Xudo xolasa 23 ta qo'yingiz bir yildan keyin
6 oydan keyin Xudo xolasa 50 ta bo'lib ketadi. Hurmatli obunachilar, barakali joylar. Bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar, qaranglar. Mashalloh. Yaxshi niyat qilgan aka-ukalarimiz xonadonida inshaalloh bundan ham zo'ridan 500 ta, 200 ta, 300 ta, 1000 ta boqishni nasib qilsin aka, qaranglar. Mana qo'zallar. Xudo xolis qo'llab-quvvatlab turinglar. Birinchi partiyamizga shularida. Buni hamma gap narxida deganlarga narx qiziq deydi. Obunachilarimizga bo'la degan narxini qo'yamiz. Unaqa 4 million 600, 4,5 million so'm, 4 million 400 ming narxlar ham yo'q, hurmatli obunachilar. Bugun qo'yda haqiqiy narxini arzon qilib qo'yib beramiz. Bo'la degani 4 million 300 ming so'mdan dastlabkasi Samarqandgacha besplatni yetkazib olib borib beriladi, hurmatli obunachilar. Kimga ma'qul kelsa telefon qilib bog'lanavering. Xudo xolasa ishingizni chiroyli qilib bitkazib beriladi, hurmatli obunachilar. Qo'llab-quvvatlab bittadan like bosib turish esdan chiqmasin. Bitta yurishlarni ham bitta ko'rsatib beraylik. Yurishlarni ham bitta ko'ringlar, hurmatli obunachilar. Birotta bir singan chiqqan Xudo xolasa haqsagani yo'q. Aloqaga chiqib bog'lanavering. 4 million 300 ming so'mdan hammasini olganga yana xayr sunnatini qilib beriladi ekan. Aloqaga chiqaverasiz, hurmatli obunachilar. Mana telefon qilgan odamni ishini bitkazamiz. Mana aloqaga chiqing. Shu oy qo'y oladigan bo'lyapti akalar. Narx ancha tushdi. Tavsiya qilaman, mana shu oy qo'y olib bosib yuboring dangaliga. Telefon qilavering, ishlaring bitadi akalar. Keyingi partiyaga navbatni beramiz. Mana qo'ylar, bitta e'tibor berib qo'yinglar. Mana hurmatli obunachilar. Bosib yuboradigan joyi tavsiya qilaman. Oling. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. 4 million 300 ming so'm hammasini olganga yana kelishadigan joyi bor. Aloqaga chiqib bog'lanaverasiz, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyamizga narigi partiyani ozgina kichikroq variantlaridan chiqdi. Qaranglar, mashalloh. Ranglariga bitta e'tibor berib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Ranglariga, quloq oshlariga oq yuz, oq quloqdan olam boqaman degan obunachilarimiz bo'lsa, mana shunaqa variantidan chiqdi akalar. Soni 15 dona, yosh oyligi 5-6 oylik atrofida. Bo'y baslari 70 plus minusda bo'lar ekan, hurmatli obunachilar. Mazaqa boqadigan urg'ochilardan. Mana qarang, hammasi urg'ochi ko'paysin variantida mana. 15 ta soni. Hammasi chiroyli akalar, ranglari chiroyli narsalar. Dalavachi yem ko'rmagan, maza qilib yemini berib, o'zim ko'paytirib katta qilaman deganlar bo'lsa, mana qo'l-bola qilib olib yuraman deganlarga tavsiya qilaveramiz, hurmatli obunachilar. Mana hammasi chiroyli narsalar. Mana qaranglar, mashalloh. Yurishlari, turishlarida umuman muammo yo'q. Hatto singan chiqqan axsagani ham yo'q, hurmatli obunachilar. Mana ranglari ham o'ta brend rang. Mazaqa boqadigan. Keling qarang, qo'zini qarang, mashalloh. Quloqni qarang, quloq. Voy, jonivar bor. Siyelmayapti jonivar. Mana qarang, mashalloh. Qo'zini qarang. Video olayotganda sidirgani ham sut qilib bo'lmayapti bular. Sidirmay ham video olyapti, hurmatli obunachilar. Yeyishidan umuman muammo yo'q. Yemasa, ichmasa, yo'talsa, aybi bo'lsa 1 hafta 10 kunga sinov muddatlari bor. Bemalol aloqaga chiqib bog'lanavering. Qaysida qo'y yoqqan bo'lsa, telefon qiling, Xudo xolasa ishingizni bitkazib beriladi. Optimga narx aytamiz, bittalab ham, yakkalab ham sotiladi, hurmatli obunachilar. Buni hammasini sotamiz deb turib olmaymiz. Bitta olgan obunachilarimizga ham Xudo xolasa sotamiz mana. Yosh oyliklarini aytdik, hurmatli obunachilar. Buni hamma gap narxida deganlarga narxini Xudo xolasa obunachilar sizlar uchun yo'lida qilib qo'yib beriladi. Unaqa 4,5, 46, 47 unaqa narxlar yo'q. Hurmatli obunachilar, narxlar ancha tushdi. Mana shu qo'ylarni dangaliga 4,5, 46 narx qo'yib hurmatli obunachilar. Narxlar ancha tushdi mana. Hammasini bir joyda olaman deganlarga bo'ladigan senasini qo'yamiz. 4 million so'mdan bo'lsa, dastlabkasi ham mutlaqo tekin. Aloqaga chiqaverasizlar mana. Hurmatli obunachilar, qo'llab-quvvatlab like tugmachalarini bosib qo'yinglar akalar. Videolar yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Videoda, so'zda xato kamchiliklari bo'lsa, uzr so'rab qo'yamiz akalar mana. Hammasi chiroyli, mazaqa boqadigan, hammasi sariq sura variantida mana. Xudo xolasa oktyabr oyiga tayyor bo'ladi. Oktyabr oyiga bitta qo'chqorni yaxshisidan qo'shib bolasini olib yursalaring bo'laveradigan holatda, hurmatli obunachilar mana. Dalavachi yem ko'rmagan, sal eti oriqroq, lekin oriq deb bo'lib, oriq emas, endi dalavachi yem ko'rmagan jonivorlar. Hammasini yemini berib katta qilib boqsangiz, Xudo xolasa qo'ydani katta qiladi, hurmatli obunachilar. 15 ta qo'yingiz Xudo xolasa 30 ta bo'ladi. Balkim ekazasi chiqib qolib 40 ta bo'lib ketar, hurmatli obunachilar mana. Tavsiya qilaman, olib boqing, Xudo xolasa barakasini bersin. Aka, aloqaga chiqavering. Telefon qiling, Xudo xolasa hammasini xayrini, sunnatini qilib o'tib beriladi.
Kanalga obuna bo'lib, like bosib turish esdan chiqmasin. Hammani chorvasiga, kasb koriga Alloh baraka bersin. İşlerin rivoj, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bu oxirgi video partiyamizda. Xudo xolasa aloqaga chiqavering. Qaysidir qo'y yoqqan bo'lsa, mana shu qo'y yoqdi desangiz, bitta bo'lsa ham sotiladi, hurmatli obunachilar. Aloqaga chiqib bog'lanaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi video syomkalarga ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar. Telefon qilaverasizlar. Qo'ylar serob akalar. Hamma qo'lida qo'y bor. Telefon qilgan odamni inshaalloh ishini bitiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.